Assalomu alaykum, sizlar bilan Oltin Euro kanalida davom etaveramiz marafonimizda. 140 million so'mimizda biz Western Slot bilan ko'ramiz. 115 ming so'mdan arbitringizga jami 1 million so'm va oshirishimiz mumkin garovimizni. Shunaqa 125 ming so'mdan olamiz. Yo'q. Ja kattasi yo'q, tuzigi bor. Ja kattasi yo'q. 40-50 sent ishmasa jigar 200 300 tashi 150 berish olsa. Qo'shamiz degan garovimiz. Yana garov qo'shamiz. Yaxshi. Yaxshi, mana 10 million so'm bo'ladi ekan, bo'lar ekan. Yaxshi, yana 10 million so'm. $15 million so'm. 100 sent ushladik. Yana oshiramiz garovimizni. Oshirishimiz kerak. 4 marta ketma-ket mag'lubiyat. 5 marta mag'lubiyat. Yaxshi. To'liq qo'yganda shu yana ham zo'r bo'lardi, shu dinamitda. To'liq qo'yganda 300 sent bo'lar edi. Bittadan bo'lsa bo'ldi, 4 tadan chiqdi. Bittadan yana qo'shimcha qo'yganda. Yaxshi, 13 million so'm. 13,5 milliondan oshiqroq. Yaxshi. Bo'ldi, chiqaylik. Azartga berilib ketib qolyapmiz. Midgard Games o'ynaymiz. Yangi o'yin, slot o'yin. $500 emas, 220, 211 225 so'm. Bosamiz. Big win. Ha, jumla 168 ming so'm. Ha, to'liq liniya o'sha bunaqa pivami bu? Piva shekilli balig'i ham bor ekan ichida. Yaxshi, orqali. To'liq liniya ushladik. Bitta chiziq, to'liq chiziq, yutuqli chiziq. Yo'q. Yo'q. Bir marta ushladik, ikkalasi ham ikkala bonus o'yinda ham bittadan ushladik. Bir martadan. Yana tangalikda ko'proq ushladigan uni. Bir marta ushladik kartellikda. Lekin katta yutuq chiqmadi, afsus bizga hali bu o'yinda.
O'zi kossentida Maxwin 800 ekan. Lekin undan kattaroq bo'lishi kerak menimcha yutug'i. Chunki ko'p o'yinda shunaqa yozib qo'yilganidan kattaroq yutuq yutsa bo'ladi ko'p o'yinda. Kristalda mana misol 10 kassent yozib qo'ygan, lekin bilasizlar, undan ko'p tushirsalar bo'ladi. Biz ham ko'p marta tushirganmiz. 10 kassent tepasini. Bilacha 30 kassent, 40 kassentdan tushirganmiz. Kristalda. Odysseyda ham shu 10 kassent yozib qo'ygan Maxwinda. Lekin undan katta kassentlar tushirsalar bo'ladi. Biz o'zimiz ham 28 kassent, 28,5 kassent xolos. Yiqqanmiz, shaxsiy rekordimiz. Balki uni ham shaqadir. Endi bilmadim, endi ushlasa bo'larmikin o'zi, ushlab ko'rsa bilamiz endi. Kristal shunchaki X burchli bo'lyapti, shunchaki X burchli bo'lyapti. Tikish tozalab yana Indian poker bosib beraylikmi 1 million so'mdan tinchgina. Foydada chiqyapmiz mana, ochiqlik. O'z shu yerda o'tasiga ham foydada o'taymiz. 714, 613 keladi, shu katta summani bosamiz. Yutsa ham maza qilamiz. Katta summa yutamiz, yutsa endi peshana. Yo'q. Suramiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan Oltin Yo'l kanalida ketdik ham bugun 1 million so'mdan bosamiz. Bir million 50 ming so'm aloqasi, hali 1 million so'mdan bosdik chunki 1 million 50 ming so'mdan bosamiz kerak. Instagram birishiga jibim uchun, uch chiqish uchun 10 kassent. 5, 10, 5 berdi, zo'r. Hozir mana dam chilli bo'lganda 75 kassent bo'lardi. Same shape as an Alba Power. Well, it lasted about a day. $1 Alba Power cards. 21 euros? Oh, it was a $1 combo. 32 euros. Guys. Look, guys, the meerkats are named after Slender. Look, guys, the meerkats are named after Slender. Look, guys, the meerkats are named after Slender. Look, guys, the meerkats are named after. Man, London Regent University in Hoskada, Büyük Britanya. Men bilan borasan. Hazrati Oliyalari, sizmi? Просыпайся, папочка вернулся. С возвращением, сэр. Сука! Просыпайся, папочка вернулся. Burasının bitta gapi bor. Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Menga qarang, Nargiza.
Endi Aziz bilan ko'chada bekatda uchrashib yurishni bas qiling, xo'pmi? Juda ichingizdan pishgan ekansiz-ku. Nima, meni ko'zimni shamg'alat qilib ko'chalarda uchrashib yuribsizlarmi? Tuni bilan birgasizlar-ku. Yetmayapti. Uyat bo'ladi. Успешный трейдинг. Позвольте показать три. Ay bana. Öyle. Zo'r ish qilamiz hozir aka. Dahshat ish qilamiz. Biroz comeback qilish uchun riskovat qilamiz. Riskovat kattarog'ini qilamiz. 13 marta faqat anaqa bosamiz, bundan emas, nariginizda bosamiz. Fire as a revolver. Uzr, men talaffuzim yaxshimiz? O'zimcha aytib yubordim. IELTSmi, YELTSmi? Shunaqa menda minus. Minus bo'lsa kerak hisoblab yurmayapman, lekin hisoblasam menimcha minusi chiqadi. Bunga hech qachon aytaman, ingliz tilida o'qimaganman hech qachon. Chiqayin deb tekis bo'lish. Yoki 100 million foyda yoki 100 million so'm pul bilan chiqamizda, xullas. Yo'q. 170 ga olib qo'ydik balansimizni. Endi 7 ga yana oshiramiz. Bugun bunaqa bo'lgan bo'lsa, riskovatlarimiz o'zini oqlamadi. Hammasida ham bo'ldi. Suramiz shu yerda. Foyda ham ziyonda ham emasmiz, sog'lom.